Noldan biznes 1 milyon dollargacha 1 yil mobaynida. 13-son ko'ramiz. Qadrdonlar, bugun tovar 40 ta, kecha 20 ta edi. Bugun 40 ta bo'ldi. Xudo xolasa, inshaalloh, Alloh barakotli qilsin. Sotib olamiz inshaalloh. Lokatsiyani o'zgartirdik. Yunusoboddagi Sezam kafesini oldida sotib ko'rdim. Odam chaqirish usulini qo'lladim. 15 minutga qolmay odamlar kelishni boshladi. 1 soatga qolib qolmasdan 10 ta o'yinchoqni sotdim. Meni bir kichkinagina 4 yashar qiz bola jiyanim bor. Men bilan chiqaman deb ergashuvda ovoluvdim. Ne ko'z bilan qarasam odamlarni jalb qilib 10 ta o'yinchoq sotilishiga sababchi bo'ldi shu qiz. Tug'ma talanti bor ekan. Sezamda 11 ga qolmasdan odam tugadi. Kech bo'lsa ham Megaplanetga bordik. Megaplanetda hali ham odam bor ekan, odamni jalb qilish usulini qo'lladim. Atrofimga bolalar yig'ilib ketdi. Bolajonlarni baqir-chaqir qilib o'ynashini ko'rib, klientlar atrofdan yig'ilib kelishdi. Megaplanetda 6 ta o'yinchoq sotdik. Sezam kafesini oldida 17 ta sotibmiz. Jami bo'lib 23 ta o'yinchoq sotibmiz. Bugun savdo kechagindan ko'ra ancha yaxshi bo'ldi. Xursand bo'lib uyga kirib ketdim. 23 ta o'yinchoq sotdik, 15 ming so'mdan foyda qildik. 345 ming so'm foyda bo'ldi. Nozim akaga sotgan o'yinchoq dollarimizdan 100 ming foyda qildik. Общий 445 ming so'm foyda bo'ldi. 45 ming so'm rasxodga chiqib ketdi. 400 ming so'm sof foyda qoldi. Jami pulimiz 1 million 400 ming so'm bo'ldi. 1 million dollarga xudo xolasa albatta chiqamiz.